后来他只能理解。I want more pain， 总是 want more pain， change I go crazy when I hear a monkey. Pichat. Ansamang amislan ma bir qo'liq jo'ndayman. Wildest matador. I want more, more. Siz evlilik başısınız mı? Yo'q, men uy ichi loyihachi. Men yangi sotmoqchi bo'lgan uyning ichini chiroyli qilib bezab beraman. Nurg'un kishilar uy setib olgandan keyin uyni qanday loyihali chiroyli bo'lganligini bilmaydi. Shu vaqtda men bularga uyni chiroyli loyihalab beraman. Shunga nurg'un kishilar mening yordamimga ehtiyojli. Albatta, endi sizlarning sotmoqchi bo'lgan uyinglarni mening loyihalashimdan hojati yo'q. Güzellik bilan latofatning hech qanday cho'ng farqi yo'q. Men yana sal oqirib, unga o'roqlab ketgan bo'lsam, yaxshi bo'ladi-ya. Hay, qasdan qildingiz-ku deyman, o'ylabroq qiling. Biz bu yer nurg'un uy setilish iltimosini topshirib olamiz. Nima sizni tanlaymiz? Chunki men bu shaharda tug'ilib o'sdim. Buningdan keyinmi bu shaharda davomli yashash orzuyim bor. Eng muhimi, men o'sha orzuyimni men bilan birga amalga oshirgan odamni topdim. Men sizlarga kapolatlik berman. Sizlarning yuqorqi degan talabinglarga bizdinmi yaxshi tushadigan nomzodni topolmaysizlar. Shunlashqa bizga ishonsanglar bo'ldi. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Eğer təlimiz onu kəs qılıb doska tapdikimizdə. Bo'ldi qilinglar, buni tala emas, puxta tayyorlik qilish deymiz. Telefonda senzorning ichiga yangi kino chiqibdi. Siz bu kinoni ko'rib bo'lguncha bu yerga boshqa xaridor borib yuribdi. Talaga kiramiz. Mana eshitding ha? 3 yotoq qo'y. 3 yotoq qo'y. Cho'ng mehmonxona. Cho'ng mehmonxona. Yana iliq chiniq hisobi bilan suzish ko'chkini bekardi. Bek bezgi. Menchi bo'lganda bek cho'ngchilik qilib ketmaylik. Nimishqa? Sizcha ular bizni yoqtirmasmi? Ya, undoq emas, ular bizni albatta yoqtirdi. O'zimiz kishnayli, biz chiqim qila olamiz. Men sizni rasm tatib qo'yachi. Maqul. Chiroyli turing ha. 1 2 Undoq sen? Nima? Indaysiz? Yo'q, siz nimani qidirilgan? Mana bu Qosim apandimning yurigiga ko'riksiz sho'prasi qolgan. Shuni rasmni tutdi. Uy, ana bu tomoq yemabdi ekanman. Yo'q, bu yaxshi ish. Haqiqatan yaxshi ish. Chunki unda qo'yganda men bormayman. Siz bilan bir tomoq yemayman. Men loyihalgan ish ko'yiga xaridor shunday yaxshi baho beribdi. Albatta, bu sizning talantingiz qadrliga. Ara siz iftahlaringizni radlab oldingizmi? Kechda 11 ni ayiriblarni qo'ymayman. Hech qisi yo'q. Eng muhim siz kechikib qolmasangiz bo'ldi. Men ayan soat 6 ga zakaz qilib qo'ydim emasmi? Uning ustiga orom kunlari yo'lbek to'siq. Men qachon bir kechikib boqqan? Dadingiz yog'ishliq soatdan chiqib siz bilan ko'rishmay debdi. Siz mushtaq vaqtida kechikib qolsiz. Men dadam bilan ko'rishimga ish kepti bo'ldi, berib ko'rishib kelay. Bo'ldi. Lekin bugun kechda cho'qim sizni hayajonlantirdi. Men bundoq tuyuqsiz xush qilishlarni ancha yoqtirib ketmayman. Bugun kech cho'qim yoqtirib qolsiz. Ergash, kech ko'rishamiz. Senin Allah'ım, sen çok hoş bulup gitsen. Nima oldu? Nurg'un asalimdagi muhim bu emas. Men yiliq almas do'konda kimdan chiqib atganini ko'rdim deb qiqan. Kimni ko'rdi? Anvarni. Ha? Qachon ko'rding, xato ko'rqamansan? Men men kelishimni yo'lbek to'silib ketgan dedigina. Shuning bilan taksimda ishi qarab, o'ttasam, o'tdal shu do'kondan chiqdi. Qo'lda yilqidek kichik qizil sumka.
Küçük sumka? Ataş erlerningki olmas do'koniga borgan faqat bir oy maqsadi bor. Sizning to'yingizga men nima javob ketadigan bo'ldi tazimida. Ay, ben şu kaynağında da ona olmuş gep doğruluk diyendim. Demek o düşünüp To'xta. Biz hozir hayajonlangan bir qitim mashq olaylik. Chunki sen hozir o'qib qolding, keyin chinib qolding. Ha, ma'qul, sen menden sonra. Ma'qul. Tutma. Siz menga deyishni xohlamsiz. Ne bo'ldi? Cho'chib ketdimmi? Qaytadan bo'lmadi. Ams qana qilma. Ko'zingni yug'an ash va yoki mamma da. Manma. Voy, qanaqa qilay? Sizning yana mashq qilgan vaqtim borga yilingni o'zing ayrim o'tirib mashq qilay. Lekin İşkelen toy kılaylı mı? Ha? Yo'q. Siz toy kılma mı? Ben to'y qilmoqchi. Mening qizim to'y qilmoqchi ekanda, ha? Qandaroq bo'ladi? Yaxshi dombalar. O'tir. Voy. Yaxshi. O'tir. Men bu Aygülning dadasi o'limay qara. Men o'zim uy mulk tijoratini qilmay. Dada qahva ichimsa? Ya bo'ldi balam. Bunda qiymat narsani ichmay, qaynoq suv ichili balam. Voy, pulni men to'layman. Ay balam, sen to'lasam, men to'lasam o'xshash emasmi? Hozir vaqo, mush qaynoq suv ichish moda bo'ladi-da. Qaynoq suv degan insonlar foyda qiladigan narsa emasmi? Qaynoq suv ichili balam. Qapı men qaynoq suv gap bering, ha? Mening bu qizimizga bir bola bilan aralashib yurayotgan 4 yildek bo'ldi. Hozirgacha u boladan ya bir og'iz gap yo'q. Nima o'ylayotdi-ki u adash faqat tushunmadim. Mana bu qizimning opsili men yurgan vaqtimda bir haftaga qolmaylam to'yni vaqtida qilib aytgandan ha. Hozirgi bu yosh bolani faqat tushunadigan olmaydigan bo'lib ketdi jima. Ben bo'lsam yarım saatlan toy teklif qo'yib ketdim. Voy. Yigit degan manda olmamdi buna. Bolam, sening o yurayotgan yigitdan hozir nima ishlarni qilyapti? Ha, o uyda yuktaxlarni yog'ishtiradi. Bugun qo'ljiq berib, yurak kasalliklari yig'in qatnashmoqchi edi. Voy, bu nayt yaxshi bo'pti. Endi aqlim tepibdi bu. Bolam, sen bu eliqi do'stingga o'xshash, mabtining keyindan qo'g'lab berib to'y taklifini qilgandek, budoqmush fursatdan foydalanib, qo'ljiq oqidan berib to'y taklifini qo'yamsiz ya. Oy dada, bu hikoyani so'zlavamgina. Voy, nima ishqa bolam? Ha, rahmat. Oy, bu degan bir qismlama odamlar qildigan ish. Balam, mening demakchi bo'g'inim, sening hali qiz do'sting bu yigitining tug'ilgan kundan foydalanib, berib to'y talvini qilibdi ekan. U yigit uningga oltin uzukdan shaqqida birini sap qo'yib, vaqt to'yini qilibdi. Buni bular hozir shunda xotirjam balla qolibdi. Men buni anglab nayt xush bo'ldim. Agar sen ajna bo'lgan bo'lsang jinim bolam, men bir xotirjam bo'lib kelsam bo'lmamdi jinim bolam. Unda qilmagan ne bolalar, meni bir xotirjam qiling. Voy jinim dada, meningcha do'stimni do'rishimdan qat'iy hojat yo'q. Xotirjam bo'ling, ha? Men to'y qilman. Nima? To'y qilibsa bolam? Shunib qaraganda pat yaqinda men nemirlik bo'ldi ekan menda bolam, ha? Bo'ldi dada, men mang'ashtiray. Voy, nima gap bu? Endi paranglashdik. Nega oldiraysa bolam? Sen o'zing kechikib qolding. Biz soat 5da ko'rishimiz deyishgan. Men menga beray, ha? Xo'sh. Sen yaxshi ko'rgan narsani o'xshashlikni bilmay qo'ysan. Zarqdim ikkimizning o'tirishga masalani bek yaxshi bilasiz. Meni ham oldirish chaqlarmi? Mening sizga minnatdorligimni bilasiz. Anvar? Alqıganda? To'g'ri. Alqilimi? Set bo'ldi. Bay, Adil yaxshimisiz? U bemorninkini umid tarafdan operatsiya qilsak bo'ldi.
Nima? Unda qo's menga rasm tatib beradi. Ma'qul. Xo'sh. Set bo'ldi, ya? Yo'q. Taqimabsiz. Kechiring ma'qul. Cho'ng arteriyada masala bor ekan. Qarang. Qo'lda bir yer ko'maylik. Bu yerning tomoqlarimi bek o'xshaydi. Voy. Men bormasam bo'lmoqdek. Qarang, ishdan bezibdi. Bunun ustiga hozir uyga berib, men yurtdoqlarimni yig'ishtirib, doktorxonada ishim tugatiblam, o'dil aydirim bormasam bo'lmaydi. Unda qolsa men mang'ashtiray. To'g'ri tushun. Yo'q. Haras. Halqini yoqtirganingizni baxo'sh oldim. Rahmat. To'g'ri tushun. Xayr xo'sh. Balam, sen bu eli dostunga o'xshash, budoq bu fursatdan foydalanib, oljiq oqidan berib, dontaklik qilibsiz. Adaş pek sert oldu, sen yardım kılamaydan buldum. Hoca bardan hapse var, aysa katılmaydım. Men sen imdaydigan sendin. Ne kılaysa? Men o'zim amalni qilay bo'ldim. Kala barsan. Men mashina haydab ma'y bo'ldim. Hemen. Ma'qul, xo'sh adashar. Adaş. Adaş ne geldi? Ma yo'l to'silib, adash maytog'da turib qoldi. Voy adaş, çok yapatladım. Bamsan tutsa, hazır xabaranladım, maytog'da o'zgarib ekanligini. Adash, men anladim. Shu hozir Dokugonludan ma'y deb yo'l izlayapman. Canım, o'zing ehtiyot qil, japosan. Ma'qul, ansirman adasham, saqoyotdim. Ma'qul, xo'sh. 哎，师傅，麻烦你问一下，独库公路怎么走呀？前面直走，右拐，过2个红绿灯，再右拐，前面到了转盘，靠右边就到了。你这说的我没太懂，你能不能？哇，年轻人记性真差，跟我走。我跟着您走是吧？哎，好，谢谢啊。不走就舒服了。啊，好的。好，再见。好，谢谢啊。Yaxshimisiz, sizni bir avval qilsam bo'larkan. Men bu necha kundan keyin yigitimning tug'ilgan kunida mush fursatdan foydalanib to'ydak yo'q qo'yay degan. Biroq mashina haydab yerim yo'lga kelganda mashinam to'piga chiqolmadi. Eg'ir ko'may, etingiz bilan meni naratirib olib qo'ya olasizmi? Ma'qul, men ana yerda ustozim bor, so'g'is aparib qo'ysin. Siz anda hozir uni ko'ylak bilan atga mina olmaysiz. Sizning ana chabadaningizni olib olayim.
Mayli, maqul. Rahmat. Rahmat. Maqul. Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingizchi? Yaxshi. Ismini Narat olib qo'ya olamsiz? Olib qo'ysam toz yaxshi bo'ldi. Fikrim qarang, bu inimning motosidanga undaq jiraqiga boramayman. Sizni ana yaxshi sizni mashina to'qib qolaylik bir yerga olib qo'ysam bo'lamda? Mayli. Rahmat-da. Maqul. Siz xizmat bilan maqdingizmi, sayohat bilan maqdingizmi? Men yigitimning tug'ilgan kunida onamga to'y taklifi qo'yilman deb. Muborak bo'lsin. Rahmat sizga. O xizmat sababi bilan G'uljiga ketgan. Biz ikkimiz muhabbatlashgan 4 yil bo'ldi. Bak uzun vaqtda. Meningku hamda bundoq qilishim to'y qilishga oldirganlik emas. U men bir halqa so'q qildi. Halqaga chiroyliqga, biroq bu bir va'da emas-da. Biz yaqinda bir uy setib oldik. Uyning ichini qanday loyilisi chiroyli bo'lganligini men aniq bilaman. Biz ba'zi bir tomonni chekitishni o'ylashdik. Bunday qilganda oshxona texmi cho'ng bo'ladi. Gerçi motorning ovozida gaplaringizni olgan bo'lsam-mi, yana sizlarga baxt tilayman. Men faqat fikrim sizni mishaga gap qo'ya olayman. Xayr xo'sh. Yaxshimi so'rab baqsam? Qarmayli qiz bola. Mencha G'uljiqdek qiladi. Ya men Urumchida, ismim Oygul. So'rab baqsam, mening G'uljiqqa qada bog'il bo'ldi. Avtobus ya bo'lmasa boshqa qatnash quroli bormi? Qizim, bu yer avtobus to'xtab ketgan 3 yil bo'ldi, hozir avtobus bo'lmaydi. 3 yil burunqisi degani poyezd. Avtobus 2 yil burun to'xtab ketgan. 3 yil. Avtobus 2 yil burun to'xtab ketgan. Dishan. Amisi boshqa kirakashlar yo'qmi? Xo'sh, Yaxshimi qizim? Yaxshimi. Va yaxshimisiz? Men bir mashin bosib bo'ldi, G'uljiq bordigan. Siz meni olib qo'ya olasizmi? Bo'ladi, unda nedasiz hozir? Men hozir Naratdagi bir kichik choyxonada ismini tutolmabdiman. Biz Urumchilik qiz almashgan sanmaymiz. Urumchiliklarni sanmaymiz? Ay, siz meni Urumchiga kelganimni qana bildingiz? Siz meni G'uljiqqa olib qo'ya olamsiz? G'uljiqqa? Ha. Urumchidan kelgan Aygul. Men sizga desam bor-ku. G'uljining yo'llari bakigis pas, unisi xatarlik. Yo'lga chiqib kech qolsangiz yotoqmi yo'q. Siz bana 800 so'm bergan taqdirda sizni olib qo'ymayman. Men 800 qo'yibasiz, yutib olib qo'yman. Mana ishon. Sen yutib olib qo'ymaysan. Olib qo'yma deyman. Ha, bo'pti. Amsa qaysilarning bu 8 qo'yni og'izba? Qizim, men lapir yutayam sizni. Seyşem kılması nesvasıda. Peyshanba kuni nesvasida. Chorshanba deb anladim men.
Eşembe, seyşembe. Eşembe deyli, peşembe. Bo'ldi. Men bo'ldilar, hozir kech o'tib ketdi, biroqlam aytmay. Amsa qaysinglar menga men yaqin atrofdagi yaxshiroq mehmonxonaning nadligini deb bera olasizlar? Ha? Odatdagidek bo'lsin mayli. Men mehmonxona terasa. Bo'ldim shekilli. Başlıksı olur ne? Suyu pişiriyorsun tavanına, ışıklarda pişiriyorsunuz. Kötü tuzlu mehmonxonadagi. Men bayam ustalda tamoq tizimligini ko'rdim. Hazır tamoq chiqmaydi. To'g'ri, hozir tamoq chiqmaydi. Lekin men sizlarni pek oq ko'ngil, kam qo'ziq deb olgan. Ammo men sizga azroq go'sht ketgan choy qilib beray, ha? Go'shtlik etgan choy? Bu nim tomoq hamdi? Go'shtlik etgan choy? O'z bir go'shtmi bu? Uf, telefonum to'kib uxlasa. I'm working here in Glasgow, I got a decent job, carrying bricks and mortar and my pay is 15 bob. Rise up in the morning, I get up with the dial. When I'm going down the street, can hear the girls ring. Oh, Patsy Fagan, you can hear the girls all cry. Oh, Patsy Fagan, you're the apple of my eye. Hasten by the highway. Xotin kishi deganni o'g'a ish to'lazadi. Nima ish qilyapsiz? Telefonim to'kchaqdi. Akilanga shaxsiy narsam bor meni. Voy, men to'kchatqish telefonimni ko'ydiribdi. Kalva, tas qaldingiz meni to'kinamni ko'ydiradilar. Saran. Aslida sizni tuyuqsiz bir xo'sh qilib degandim, lekin kim bilsin bundan nasib basadig'ini. Hani bu siz bilan aloqa qilishaldi. Yotoqning qandoqligini so'rmang bo'ldi. Bu yerning odamlari bek qo'pol ekan. Sizni hajab ko'ygim keldi. Menmi shu. Ammo niyaga qachon kelsiz? Tushdan keyin berib bo'lmangu deyman. Hozir chiqib mashina topsammi bo'ldi? Meni tuyuqsizlik xush qilib o'tdingiz ya, ha? Ma'qul, ansirman. Xo'sh. Mankara, bugün erten tükümü seninki. Bugün pulunu verirse alıma kitime. Anladın mı? Elime az kaldı o. Şu azırak üstüm ba. Bana bize vakt versen. Onun sıksa aşkan dikersen ekelsen ben kanda ticaret kılımı. Mankara, aşkan dikersen besan la. Böyle. Bana bir ay vakt be. Bir ay. Sana. Ahir içmeklet bir hafta olsun. 10 gün olsun. Ben sana 5 bin son teperiş kapalat kılayım. Koni saat unutup kalma. 10 bin son. Yani şu konu savat. Yani şu konu savat. 10 bin son. Kiliştik. Kile, levzon tutu. O gâlim. Kiliştik, bitiştik hemse. Vallahi kayıttık. Ondan sonra çıkanda ben sizi hoca kapırıp koyayım. Çıkalap ketmişsiniz bundan. Vay çıktın işte. 800 sonra daramsız mı amamsız? Siz olacak bek öştünüz, tünüğümden şuna yaxşı düşendirdiniz. Buldu ben size avar qılmay. Ya, avar ulaşamaz. Ben size çıkıktan dağıtıp gibim düşemediniz mi? Baramsız mı amamsız? Vay bari ben makul çıkıktan buldu işte. Ondan sonra onu tekrar pes saklayıvereceğim ha. Aras,
Oyunun pullar remontda qilib tushsam juma. Necha ketdim. Kiyim yetkavyapman desam, qilsizningki. Kilometre chiqar mashinaga. Bu men taksi boyiga gapirib qo'ydigan mashinami? Sizga desammi, baribir tushunmaysiz bu mashinaga chiqar bola. Men sizga ishim oxiri 100 berdi. Chesta mashina bor, nari yarimida. Bu mashinani qo'ljiq olib qo'ya olsam bo'ladi-ku. O'zim qo'yib o'zimdan. Xap bo'lmay, menga bir yordam qilayotgan bo'lsangiz bo'pti-ku. Da'vo qil. Rahmat. Ay, avaylabroq qiling. Ha? Bu diye mening yigitim so'qqan chamdan. Bu sizning yigitim so'qqan chamdanmi? Yigitim so'qqan chamdanni. Obdan chiqibdi ya. Sakam, siz hazır yo'lga chiqsangiz bo'lmaydi. Nemishqa bo'lmaydi? Qarmishak oldingizdan o'tib ketdi. Qarmishni ko'rganda uydan chiqmaymiz. Uydan chiqsaq bu nefs bosadi. Yani kelib umjilin ataqa. Yaqay, men undaq anglamagan. Qarmishga emas. Oldidan Segizxon o'tib ketsa 15 yil nesbasidu deb anglagan birodar. 13 yil deymi? 13 yil. Nima deydigan? 13 yil deb aldım ben. 13 yil. Ama nima deydim? Keldi. Men bunda xurofotlik qilmayman, bo'layman meyvering. Aql bo'lsin, apaq qiz. Ishlarimiz o'ngishli bo'lsin. Xo'sh. Ben sizlarga desem, ular bir-biri bilan chiqisholmaydi. Bir-birini bo'g'ib qo'yamiz. Men shunda o'yladim. Of, oxiri yo'lga chiqdik. Bugun 927 kun, yana 2 kun bor. Biz hozir nereden? Ben dükkana takalgıcı bir vasam olarak değil, Allah'a nasırım. Siz olacak bu nasıl kreatif olmamız mı? Yo'q, men Amsi gap teshilib qoldi, men sizga deb beray. Men G'o'ljiga yigitimga to'y taklif qo'yg'ilmoqdim. U G'o'ljiga doktorxona o'rinlashtirgan yig'in qatnash qilib ketdi. Haras, mening yigitim yurak kasalliklar doktori. Biz yaqinda nayt cho'ng uydan birini oladigan iltimos qilib qo'ydik. Necha kun oldida ko'rishganda men texi uni menga to'y taklif qo'yamdiki debdiman, biroq u undaq qilmadi. Mo'jtami? Ha? Mening bir do'stim hozirgi yo'ldoshiga tug'ilgan kunda to'y taklif qo'ygan. Shunlashqa men uning tug'ilgan kunda to'y taklif qo'yay deyapman. Ajdami? Ha? Qizlar to'y taklif qo'ysin nemishqa bo'lmoqday? Shu. Ben neden hayatımda ağlagan en mazgep oldum o. Undaq emas. Şundaq? Bu diyen bir jengalik, romantiklik. Ben sizga de qaram. Sizni yaxshi ko'rmaydigan o'g'illarning tug'ilgan kunda sizni tutqun qilmoqchiman. O adashdan sizni og'iz olgan bo'lsa, qara, Alloh burun sizga to'y taklif qo'yib qo'ydi. Bildingizmi? Ne değil taşıma? Ay saran buldunuz mu? Siz Enver işkimizi düşünemdiniz. Siz qanday adam bilemsiz? Sizga shaxsiyatchi, o'zingizni ham o'ylaydigan, butun dunyoga hasad qilgan odam. Shiqilib ba'zi bir ahmoqlarni yaxshi.
Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin jinim. Meni elishni xohlamsiz jinim. Mening bir so'mkam bor degandek. Siz kim o'siz chaqchaqchimi? Men siz menga gap qilsin, menga ishi gelsin deb kira qilmadim. Sizga pul berib mashina aytsin da'atdim. To'g'ri menga gapmay mashinangizni ayting ha? Bo'ldi, ma'qul tiyin. Tiyin deb nim degan gap bo'lib tushunmadim. Ama kallan ayda etmemsiz. Qo'g'limisiz mi ketdi o'zim? Ha, umaq kalla. Gipimni anlanglar. Tünügünü yanqıcı meni şundaqçıq nəsbisi getdi. Əmdi sizlər bu yerdə turvaqla qutlu qaşan bulmayın. Kitinlaşdıq bununla özüm bir yaxşı bolsun, sənə yolu içdinə bulamaz. Dəhşət siz cuma, koltul degan, soyut degan siz zaten. Ha, to'g'ri gipimni anlanglar, pulinglar. Qachon? Kallanlar men siz ish baqam sizga. Shmanlar. Yaxshi qaytaman. Ha, yaxshi, katta. To'g'rim sizning mijozingiz yaxshi bo'lingan. Sizning mijozingiz uchun texmi yoqtirmaydi, ishimsiz sizga qo'llab beqna. Ha, pulim kitinglar qo'ylar. Keta. Rahmat. Putungiz diqqat qiling. İsit işkimin koyluq ayıqın. Ya apırıp şişik söylüyorsunuz buldu ya ayıqınızı. Şişiğe ayaqım şişiqsə büyüyəm də. Maşına mı et? Amırak maşınam nim kıldınız ey. Vay ben nim kıptım ha? Ya koltuğumu satmagan maşında otamsınız olmamda. Siz koltuğumuzu tassınız olmamda. Ben maşını söyleyip çıksam 1000 so'm pul kütüm pul ben tölmep siz söyleyesiz ben deyip koyayım. Siz beni öttürüversiniz için siz artık pul vermeyim. Ma gap bulduk ya. Aga? Bolcuğa. To'xtanglar, maşını çıkarış asa telefon taqib, remote telefon qilsak birdan o'ngishadi yo'limiz manevimiz emas bu. Azroq o'zingiz bilsanglar. Bo'lgan bo'lsam bu mashina chiq. Qani biz sizga qo'llanmoqda. Nasıl çıkıyor lan? Yardım gerekmek için. Ana g'uljiga bormoqchi edim. Ha, g'uljigidan ha. G'uljini yo'llari agriya, kishining qo'yini kangriya. Talingiz aka, bizning g'uljigi bo'ldi. Sira aqchamdan men sog'day, ya. Ma'qul, rahmat, siz yaxshi ekansiz. Xayrli sar. Yaxshimi, xayrli sar. Asiyatda, Sizni uchratganligimdan men xushal. Biroq shikelimizning ko'ngliga ayon. Hay, to'xtab qo'yma. Hay, mashina to'xtat, undaqsa bo'lmaydi.
Geldinizmi? Ben iş bo'lsam so'raydiganga mashina chaqirayli. Mashina chaqirayli, o'zingiz berib chaqiring. Mayli o'zim berib rost taksi topaman. Mendan bir ner turing ha. Bo'ldi. Tiyin. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Telefon bormidi, telefon qolsam. Hozir aming telefon boshladi, urasiz. Ma'qul, rahmat. Vallahi. Çamdınımı saqlab qo'yinglar, rahmat-da. Men de avolay. Shunday vaqtcha. Bunaqa qilsanglar men soqchi chaqirmay juma. Oyan axirlashdi qizlar. Ben qizdan chamdini qaytirib beramsizlar. Kim o'sa? Hech kim emas. Tayoq sig'inib qolsa. Bo'ldikilar solta. O bek alaydı o deyme. Kim o? Sizden yigitiniz. Ha, Enverman. Ha, o bek alayda. O bir yürek kasalliklar doktori. Yaxshimisiz? G'oljiga borgan avtobus necha bilan keldi? Ha, dal vaqtida kelibsiz qizim. G'oljiga borgan avtobus 1 soat 40 minutda keldi. Ajab yaxshi. Biroq g'oljiga berish uchun ozroq tiyin xarjlash to'g'ri keldi qizim. Tiyin? Ha, pul, koy, yuan, so'm degandek. Endi bilib oldingizmi? Hey ağinem. Pek güzel manzara cuma bu. Qarab adam qanmaydi bu manzaralarga. Chiqib tushsak shu 15 minut vaqt ketar. Men bu yerdan boshqa yerga borsam bo'lmaydi. Xalas, avtobusdan qolsangiz bo'lmaydi? Ha. 1 soat 40 minut chiqib tushsak tezlam o'tib ketadi. Ya bo'ldi, men o'tirib turay. Ixtiyoringiz amsa. Ay, to'xtang ha. Men siz bilan tan chiqay. Rost bu yerga chiroyliqda qilib turdi. Siz nima xizmat qilsangiz? Men uy ishchilayman. Uy ishchilayman? Ha. Qanday xizmat bor? Birisi uyni sotmoqchi bo'lsa, men jabduqlarni olib berib uyni chiroyli bezab beraman. Odatda uy sotgan vaqtida uy jihozlarini akatdingizmi? Yo'q, men olib ketman. Men faqat uylarni chiroyli bezab bersam bo'ldi. Ha, to'xtang. Siz uy jihozlarini akab tuzib bersangiz. Ha. Ondan uylarni qimmatbaho sotasizlar. To'g'ri. Uylarni sotib bo'lgandan keyin uy jihozlarini siz akatasiz. Ha. Qip-qizil aldamchi ekansizmi? Yo'q, men aldamchi emas. Siz hech qanday eski deb o'ylaysiz. Yana odamlarga xato baho berishga boshladingiz. Voy ya. Siz kimga bir yaxshi baho berib baqqan? Mushtabdimi bu? Sizga bak yaxshi vahshiy baholarni bergim kutib bordim. Og'zimga bir gap kelgan. To'xtang. Navoda sizning osh chiroyli uyingizga o'tib ketib qolsa, siz eng avval qaysi narsangizni yapmaysiz? Siz javob bering. Nima? Sizning osh chiroyli uyingizga o'tib ketib qolsa, sizning orali 60 sekund vaqtingiz bo'lsa, siz eng avval qaysi narsangizni yapmaysiz? Siz javob bering. Latqonchoqlaringizmi yo boshqa narsanimi? Men siz bilan bundoq so'z o'ynag'im yo'q. Amasa siz jo'siz nimangiz yapmoqsiz? Masalan, sizdan osh kichik choyxonangiz o't ketdi deylik. O't tutishib ikkinchi qavatga chiqdi. Sizdan nurg'ulg'an narsalarni ko'ydirib olsa, siz nimangiz deb qatisiz?
Ben özümden nima istab mağdagalıqqa ko'nglimga bek ayon. Shuni bangizlab mangsiz. Buni sizga bilmayman. Gapni boshlab qo'yib, mana o'zingizmi javob beramaysiz? Yana boshildi. Voh, rost go'zal kajmo bu ya. Men sizga degan-ku. Ay, bu yerning qanday hikoyasi bor? Bu yerning hikoyasi desak, burunning burnusida Zukra ismli chiroyli qiz bor ekan. Buni bir baglikning bekka berishga tutishib qo'yibdi ekan. Ammo bu bag naytda g'alita, uning ustiga bak qiyir ekan. Zukra uni dadam desimi bo'ladigan, buvam desimi bo'ladigan ekan. Bunda qiyir bagni Zukra qanday yaxshi ko'rsin. To'yilgan kuni bagning qo'l ostida ishlaydigan Arif ismli bir yigitni Zukra uchratib qoladi. Ular tunjiqdan kurashganda ular bir-birisiga ko'ngil tushib qolib, shuning bilan ziyofatda Zukra bagning qo'l ostiga bitta odamlarning qachisiga uyqu dorisil yutib Arif bilan birga qochibdi. Bag atisi uyg'onib Zukraning yo'qligini bayqagandan keyin nayt g'azablanib, butun odamlarni boshlab Zukra bilan Arif izlashga boshlaydi ekan. Ular misha kelgan vaqtida yerliklar istashlik qilib, ularni uylariga, omborlarga, o'rmonliqlarga yushirib qo'yibdi. Ular mishada bir kecha qo'nib, atisi yo'ldan qilibdi. Arifmo pek yaxshi o'g'ashqa, Zukraga hech qanday yomon maqsadi bo'lmabdi. Shuna mayl. Bundoq maqsad bexatarmi? Bexatar? Ular shu go'zal joyga kelgandan keyin o'zlarining murod maqsadiga yetibdi. Siz nimalarni deb ketdingiz? Men ko'nglingizni zor qo'tamsiz. Siz so'zlagan hikoyat qizmanmi? Nima? Sizdan siz so'zlagan hikoyalarim bak oqqudu deb o'ylab qoldingizmi? O'zingizni bak cho'ngchaqlab kutibsiz-a. Bu degan rost hikoya. Sizlar mo'challik aloqasi yo'q. Men bilan aloqasi yo'qmi? Aloqasi yo'q. O'zingizga bak kelyapsiz. O'zimga oldimmi? Nima desak bo'laverim. Ay, to'xtanglar! Ay, menda bilet bor. Güzel manzillik mashina ketadigan bo'ldim mana. Ay! Ay, to'xtanglar! Ay! Atla, iş o'xshadi mana. Bunda tushim qilib tushkil oldik-a? Men sizga o'sh. Abduz ketib qoldi qizim. Burunqi vaqt bo'lsa, siz ishni birdan to'xtatib tura olaydiq. Hozir vaqt demak pul demakdir. Bo'ldi qizim, yig'lamang. Biz sizni-chi bardaga yerimiz opirib qo'ya olamiz qizim. Bo'ldi, turing. Mana keldik balalarım. Bu müşahedeki en yaxşı qunalğı. Keldik bazı. Apsi. Kelinglar, yaxshimisizlar? Yaxshiman. Sovuqda chapa tatibsizlar-da. Behtali yanglab ekan. Hozir taq oldinglarda. Bir jup qiz o'g'illar kelibdi-kan, uy bormi deb. Qarasam, toza xotinda ko'rinmadi. Shun ularni uy yo'q deb ketkizib o'tgandim. Hozirgi yoshlar faqat nomusni bilmaydi-ku. Ammo ularni kech oldi deb uyga boshlasam bo'lmaydi-da. Sizlar bir jup ayollar deyman. Ya, mening ismim Aygün Sulayman, onun ismi Arslan Sulayman. Lekin ikkimizning dadasi bir emas.
Endi to'y qilgan. Balkim kunama atgan bo'lishi mumkin. Balkim balimiz bo'lganda undan to'y qilganni his qilarmikan mening tinim. Ha, shu men ancha kunama atdim. Ha, bo'ldi. Qani, kelinglar. Ayollarni ko'rsatib qo'yay. Kelinglar. Ma'qul, rahmat. Chiroyli. Chapdingizni ko'tara olayman? Ha, ma'qul. Men bilan bir karvat yozsangiz qamlashmasmiki Sulaymonning o'g'li. Siz bilan bir karvat yozsam qamlashmas Sulaymonning qizi. Pek esilgansiz. Ayollar bak baravar davr kelganligingizni qarshi olamiz. Unda olsa, yatqash turay. Hajja xo'shaqdi. Siz maqcham ayollar baravar deydigandan birisi bor deymi? Undaq emas. Qo'polgan tangi tashlab bekitimiz. Tangi tashlab? Ha? Bu ma'qulki. Ana o'z nima qilaydi? Sen taraf tushsa, men uftaman. Gul taraf tushsa, siz uftursiz. Ha, ma'qul. To'shlan. Sen taraf tushdi. Ftadamiz. Voy. Ana siz kirib, mana do'qlan. Bu vannada men qanday yotdim ha? Voy andas yediyatda. Bo'ldilar. Chiqib sizda jiroq yozsamdan bo'ldi. Hay toptura. Hay aldamchi. Hay aldamchi. Hay men sizga o'qitman. Nima bo'ldi? Hay bu son taraf tushsa siz uftisiz. Gül taraf tushsa men uftirman. Bu ikkil taraf tushsa men uftirganman-ku. Siz endi bildingizmi buni? Yaxshi bo'pti. Qo'polgan karvatdan ham sizga karat yotgan haqqingiz yo'q. Emas, gel qo'tman. Yüzünüz zamanında bekse purap gitibsiz. Bayan yüzünüzün purap gitibdikansiz ey. Qandaroq? Hamishlar joyida-ku, ha? Ha, yaxshi. Men shu kechki tomoqqa o'z qo'lim bilan lag'ma aytib beray dedim. Bo'ladimi? Lag'mami? Ha? Bu sovuqda agar kechki lag'ma yeb yasanglar, shunchalik yaxshi uxlaysiz emasmi? Aldingizmi kechki lag'ma yetganmi? Ha, to'g'ri, lag'ma. Ayshamgalarda elim sizbek avar qilavetdik. Kechki tomoqni mensam qanday bo'lar? Voy, unda qilsa qanday bo'ladi? Hech qanday bo'lmaydi-da. Mening yo'ldoshim usta oshpaz tomoqni shunday o'xshatib yetadi. Ash assin. Ha, to'g'ri. Ha, undasi bek yaxshi bo'ldi ekan. Biroq men u qarmaydin kelgan bir jup ayollarmi bordi. Ularmi yis bo'larmi? Bo'laverdi. Bilmaymiz. Ha, undasi bo'ladi, rahmat. Haqlar. Pek yaxshi dedingiz. Nima ish qilyapsiz ey? Men kitobda 3 tal o'ttirhol sabza debdikan, mashqisi bo'ldikan, masal cho'm. Mana 3 tal o'ttirhol sabza. O'lchamlikroq bo'lganing narxi xata. Siz bek o'lchamli ekansiz. Naytga shu bir vaqt tomoqni ishi bor. O'zingizga ish nima? Hamisha yaxshi o'qisizlar. Men bu gapni bek chaqamagan. Chaqalagan gapga ishonsangiz bo'ldi. Rasma, smashda deb o'ylamsiz? Burun dadamizga doim hamma ishlar yaxshi o'qisidi deydi. Shundaq deb uydagi bobulning hammani sodiga dasmiy qilib tugatdi. Oxirida uyda pul qolmay, menmi darsdan sirtqi ishlab pul topadigan bo'ldim. Ang oxirida uyimizda mayirli qoldik. So'ngra meni kechiring, mening bu gap faqat aniqim yo'q.
Sizmi qapılmang. Asli dada o'g'uchida bir mas'uliyat bo'lsa yaxshi bo'libdi. Nima bo'lsa mayli. Biz bir kechki tomoqning g'amini yeylik. Hozir yong'yu, sabzi lozim aka. Go'sht yemsiz? Yeyman. To'xtang. Aldımda. Niye kapsiz toxu mu? Kaç toxu polo yeyla? Maqul. Siz bana burun tox go'sht polo deb anlab baxmaganda bana. Albatta anlab baxqan. Sizlarcha tox go'sht neydi qildi? Talla bazırtki bingoydun. Bilmə. İşqilib siz meni hayran qaldırdınız. İzchil hayran qaldıratsınız. Daha bugün sizge tox poloni qanday qo'ydi. Sizin çırayda tızgallarınızmış mı? Bo'lmabdi mı? Hadi bo'lib qapti. Men o'qiyman. Acep o'qituvchilar bu poloni. To'q ishim shundoq tamlab o'tdi. Shundaqmi? Men poloni yaxshi aytmayman. Anvar doim moysiz qilib qo'yibsiz deydi. Anvar degan kim u? Bizim tam qo'shni. Bizim uyga davomli tomoqchiga kiradi. Bir mayt umaqqerning birisi bor. G'ay vaqtlarda uylar tomoq yetemaydi-ku. Lekin sen dinonlik kesilimi bor endi. Turib hemen usul doktor deb qo'shyapti. Oy, hozir manda chindan bakana? Ha, bizning bu uyda menga o'xshash asarat qildim pishki bor. Biroq deb kelsan, ayni vaqtida bu narsalar bizning turmush buyumlarimizda. Oy, 38 yıl oldu. Xudo yaqinda to'y qilgandek gap qilib ketdingiz-a? Shu, menga nisbatan xuddi tungi to'y qilgandek bizning bu turmush. Shuni zerikmay shunday qo'shilib o'tayapman mana. Zerikib qana qani. Men siz uyda qo'g'lab chiqarma. Ha, berib, abi ketkilik eski avtobusingizning ichida o'tirasizmi? 38 yıl bo'ldi turmush qurganlarga bir-biringlardan zerikmay, inoq yuzib o'tgan. Nima degan yaxshi? Xuddi ayolim bilan ikkimizga o'xshashlar. Biz bu xuddi degan to'y qilgandek bir-birimizga shundoq amriq. Ağlandım ballarım. Sizlarga bizga o'xshash, ejil inoq, baxtlik, muhabbatlik turmushingni oxirgacha davom ettirishingizmi? Her kishi degan ko'ngil izhor qilishga mahir bo'lish kerak. Qani, sen bu ayolingga nima so'zlaring bor? Aytib boqinglar, biz bir anglab boqaylik. Men to'ydan burun deb bo'lgan. To'g'ri deb bo'lgan. Hey, to'y qilib bo'lgan xijilib bizning oldimizda ishlab o'tiramsa, deb boqa qani, ama bizning oldimizda anglab boqinglar. Ben sizni yaxshi ko'raman. Tugdimi? Bu nima topgansiz? To'y qilishdan oldida chiroyli gap so'zlarni qilgansiz, ha? Xijil bo'latdi. Men qara, o'g'il bola degan bunda to'ydan bayat jang o'zining qalbini izhor qilishni bilish kerak. Qana bir o'zingni ifodalab baqa, bizni bir anglab boqinglar. Bizni yod ko'ryapmiz ya? Yo'q. Aygül, ben sizni tunji ko'rgandan boshlab ko'nglimda nihoyatda shirin tuyg'u paydo bo'lgan. Ham siz bilan birga bir umr birga o'tishga niyat bog'lagandim. Muradim asl oldi. Sizni menga qadrlayman.
Rahmat. Siz bu aşkı məmək bəxtli. Hadi ilallah soyup gitti. Vay canım. Ama qattiq gene ya yatanmadım ben. Yatamsınız avanlıq kırıp yatam. Ay yastıqdan birini bəbəmsiz. Məğəmsən. Daramışsın mı? Mən amanı vereyim. Bəgə yastıqın ne buldum? Yastık bəgənki xoşup yetin əmdi. Bu qolcuğu neçə gündən beri bulamayın halqını kim bilsin? Həraz, sizdən üyə kilişib bəgənimə haqq verirsiniz cuma? Hüyt axı. 100 som. Boptu 50 koy. 75 som olsun. Bər burğu, callam eş bu. Həmisini qoşsaq 975 som oldu ki. Hə, maqul. Aş pullan deydiğin adamkən siz cuma. Sıxlayla. Keçirin Anvar, vaxtıda berib bulamıdım. Bu yer nimişlarına yüz berib ketkeniniz faqat təsəvvür qılamaysınız. Aldatdım Turpan'la yüklaqımız yetib ketkendim naçırma. Onun da nəticəsi dana. Işqılıb sizni görüşkü bek taqaza bo'lib ketbarman. Çoxum xoş bulsuz. Siz bir xəbər deyxə. Mağdayım küçür geldi, biz öyge erişibdik. Hə, rasma? Bayanlı banka xadimlə tutuluşdum. Öy bizning bo'ldi. Rasatı be. Bek xoş oldu Anvar. Kiponzanla acab xoşup ketdim. Demek həmişimiz oңushliq bo'yitibdi. Siz kelgan qattiq bir tabriklaydi. Albatta tabriklaymiz. Tezroq keling hamsa. Rostda ko'nglim ketdi. Ma'qul, men sizni sevindim. Xeyirli səhər. Xeyirli səhər. Anlaşdılıqni mənə tayyorladingizmi? Hə? Rahmat. Xeyirli səhər, aşk-məşqlar. Yaxşı uxlabsızmı? Hə, yaxşı uxlabdıq, rahmat. Bugün nima planın var anlap bakay? Mən bugün qolcuq barman. Qolcuq barmı? Hə. Qolcuq baramazsızmı ki? Nimişqa? Bugün nega yakshanba, ay tutilgan kun. Ay tutilganda safarga chiqsangiz yaxshi emas. Mən bunday gaplarga ishonmayman. Abduzni vaqt jadvaliga ishonasiz. Chunki buguniga yakshanba. Amsi bugun Abduz yo'qmi? Asta, men ertaga qoljuq bormasam bo'lmaydi. Nima chiqadi? Moyjon, sizga gap qilchi. Sizda mashina bormi deyman? Mashina qo'yba. Ondan siz xafa bo'lmay meni mashinangiz bilan qoljuq olib qo'ya olasizmi? Kira haqqingizni men beraman. Pul masalasi emas. Mashinani atigan ayolim haydab chiqib ketgan. Chunki u bir haftalik naskrik setamiz bo'lmaydi. Bugun qaytib kelar? Bugun u qaytib keldi, biroq kechroq kelib qolamki. Nimishqa? Chunki G'o'lji bilan bu yerni ortiq bak yiroqdan. Ha, nega? G'o'lji. Naq joyga qatdim. Yaqasak. Ne bo'ldi? Tutma atrofda. Nima bo'ldi?
Müldur tushyapti-da Müldur. Nasıl işledi to'xtamab. Siz bilan To'y ekanda. Qana boshqama bu to'y fikringlar bormi? Oy, davomlashtiraveringlar. Qizlar yigit baxtli bo'lsin. Qarshamiz qilishchi marhamat. Oldurma andoq pek o'tdingiz. Yana birdan o'tiraylik. Yili av yigit peshi mashina bilan bizni Abduzbekdek olib qo'ygan bo'ldi. Men maqsad qilgandim. Mo'ja meni u egiz boshroqni kiyib endi mong'im yo'q. Onun ustidagi qarag'anim degan go'zal. Men tabiatdan huzurlanishni sizga o'rganib qo'ygan. To'g'ri bak o'shman. Nemishqa boshqalar baxtli bo'lsa, sizni ochingiz kelarmikan? Sizin işiniz neydi kota? Muameleniz mi şundan naçar? Siz neyini belirttiniz? Ya bırak kız bilan to'y qo'shqin tutishmabsiz. Amlat men bir qitim tutishgan. Ko'pchilikning vaqtini ozroq olib qo'ydigan bo'ldim. Mush fursatdan foydalanib yo'lishimga cho'nqur rahmatimni bildiraman. Ümidim shuki, mangu yolg'on aytmang, meni aldimang. O'g'irlik qilish to'g'ri kelsa, azoblarimni o'g'irlab ketdim. Yolg'on gap qo'yish to'g'ri kelsa, hayotimning har bir ketisi faqat menga yolg'on gapman. Aldash to'g'ri kelsa, o'limni alding. Chunki siz buni so'zman bir kun yashamayman. Çataq yoxdu? Ya işi bek issiqga shu. Birdan paranglashqingiz bormi? Anlağa tiyin. Bu yer Ürümçi emas, bu degan G'o'ljam. Güzel manzaralardan huzurlanib, og'zingizni yumamsiz. Men sizga yordam qilay deyapman. Yordam? Ha. Nima degan qiziq. Bir umidsizlangan ayol G'o'ljiga kelib, bir bema'ni hikoyaga asoslanib, o'zining hayotidagi eng muhim ishga qaror chiqarmoqchi. Rost gapni qilsam, nima degan ahmoq ish bu? Rahmat sizga. Lekin men sizning yordamingizga ehtiyojli odam emas. To'y qilish degan u ahmoq ish emas, intayin romantiklik. Romantik, intayin romantik. To'yga bak o'shchumaman. Bir stakkan achchiq choy bo'lgan bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Bir pada o'ynamda. Men yaxshi o'ynamayman. O'zingiz qo'yitamaysiz qanday yaxshi qiz a? Unaqa emas, o'zim qo'yitalayman. Baland. Chiroq bir qo'l o'ynaymiz. O'ynayapsiz, do'rab qo'ysangizlar bo'ldi.
Canım kapılman ha. O beni piyqırtatqan deyim, ben qasdan qılmadım. Yo'q, hech qisi yo'q, og'rimidi. Chiqib yo'lchim bo'lmadi. Shu. Ben texe, mənlam toyda müştaq qılıqlarını qılığa oxşayım depdimi? Siz meni qo'lga qapirib qo'yamsiz? Qachon desang shu vaqtda qilib qo'yman. Bilamsiz Arslan. Men sizni oxir tushundim. Tamam. Siz bir ko'ngli muhabbatdan azarigan odam ekansiz. Siz ba'zida odamni bek bezor qilsiz. Shunaqmi? Siz doim hissiyotingizni bir ishlar bilan yo'shirib olgansiz. Ko'nglingiz yerim bo'lsa, o'zingiz ham ichida bilib, qat'iy teshingizga chiqolmayotgansiz. Bir xil yuragingizga tikan sanjilgandek, bundoq bo'lsangiz beyaram bo'lmayotgansiz. Şuna olmalık. La, çaq-çaq qılayotganliganda ma qiz bola. Bak yaxshi oldu. Bir yürek var azaplangan muhabbeti azarlangan yalğız kalmaz hiç kim dilden söylenmez belkim erzimesini söyüp gahida tekrar düşenmezdim bir yürek var. Qahvani hisobotdan chiqarasiz. Chiqaratdim. Siz qachonlik qarshi pullam deydigan odamman. Shunda tiyan. Aras bayam abtuzunuz ketib qoldi. Yani 20 minutdan bir sifa. Of, siz meni endi bilib bering demoqchiman. Men sizni meni qo'ljiq opirib qo'yganligini deyishgan. Shuncha meni qo'ljiq opirib qo'yishingiz kerak. Ayrılışlar
bir sırrı var. Uçraşmanın kısmeti var. Hicrandın halkı tanlaş üçün qayda. Na tanışmaz gahida. Belkim söygü. Maqul buludur, rahmat. O sıdqı çıx ketibdi, mən söz qaldırıb qoydum. Xolcuğum kavaldı. Naqlam o'lgandik. Ana pulunuzu beriydi. Beriydiga yergim kelgan. Yataqda tushunchi va ma'zur berib olib beray. Men sizga amra olamda. Agar xohlamasangiz mayli. Xohlamaymadim bu. Amsi biz mashina to'smaganmiz. Putungiz bado go'zal qiz. Mening putumni boshqalar bek chiroyli deydi. Kimni degandim? Ma'lum qilasiz. Siz bu yana yolların ibisbaz xatarli kalmadınız. Ishqilib o'zingiz diqqat qiling. Eliq qiz g'o'ljidig'u deyman. Rasmdagi qiz. Amsi eliq boluchu. Ben tushundim. Kechiraman. Biz aslida uchimiz birlashib bir choyxona ochgan. O'chaqda pulimizmi yo'qdi. Quruq qo'l ish boshladik. Hamda boshlagan vaqtlarda ishlar yaxshi bo'lgan. O'chaqlarda men Gulmira ikkimiz bir-birimizni bak yaxshi ko'rishimiz deb o'ylab ekanman. Afsus. Aslida unda emas ekan. Shunga Navada 60 sekund vaqt menga berilsa, men eng avval opamni o'ziga deb menga bo'lardim. Lekin bu o'zik hozir Gulmiraning yanında. Siz mushaga keldingiz. Menchi bo'lganda berib uzukni avlang. Men rostga qilsam, qanday qilishimni o'zim uqmadim hozir. Nima degan bilan u opangizning o'zigidan. Biz avval sizning o'zingizning g'amini qilsak qanday bo'ladi ekan? Haras. Oxir mening g'imim to'g'riliq gap qildingiz a? Xo'sh bo'ldim. Sizning g'imingiz bilan kimning kari? Men shu faqat sizning sumkangizni so'raymanmi? Nima qilaman bu ishlarga ko'ngil bilib? Bas ko'ngil bilmadim. Tarqivami? Chiroq bo'ldi. Amsa. Amsa? Ajit yo'q. Biz ikkimiz deyishib olgan buni chuqur elishingiz kerak. Ana siyliq tangini menga bersingizdan bo'ldi. Qaysi tangini? Karatni ustiga tashlagancha.
baxt tilayman. Rahmat. Xeyr, xo'sh, chamdan. Aygül. Aygül. Ya ahir keldiniz ya, tas kaldım sizge tüküçer evet gile. Ya. Limanda telefon qilmaysiz. Da hiç qishlab ketdingmi, aldırmay deb beray. Ma'qul, lekin sizni ko'rib pek sat xo'sh bo'ldim. Yo'lda charchab qolmagansiz a? Yo'q, yaxshi kelib oldim. Ha, yaxshimi? Seni tanıyamda. Bu yoq Arslan, meni Naratdan G'uljiga kelib qo'ydi. Ha. Rahmat. Pulni berganmidingiz? Pulni Aygül berib bo'ldi. Sağ salomat kelib qo'yinglar, rahmat. Bek xo'sh oldum, bek sevgandim lekin. Nurg'unishlarni o'ylashdim. Ishkimiz nima to'y qilmaymiz. Ha? Vaqti ish qalamsiz. Siz astoydil so'ratamsiz? Astoydil so'ratamsiz degan azimsen. Boshqalar suratda bo'ladi. Aygül. Aygül. Ha? Xalamsiz, xalamamsiz. Evet, xalayman. Rasman? Ha. Mana, rekmas geldi. Unda olsa başlama xeyli. Ma'qul. Vaqt belki Sizning G'ulji kelganligingiz faqat o'ylamabdi ekanman. Arslan. bizga esam tutgan Gulmira. Sevgiga to'lgan bu yo'llar sen bo'lg'ach doim yenimda o'tmishni unutib ketay yo'limga bo'lg'in mangu hamroh seni uchratdim tasalliga Robert Pisar bataya olma. Şimdi kapatmış ediyor ya. Bak mimarla kaçacak şimdi ya payana. Manu Acayip güzel bu yollar sen bu başım en güzel yollarımga sen hemrah armanға толған sevgini izlep mağduqdayım seni uçrattım teselliga ihtiyaclık çağıra hemrah kılay seni uçrattım ötmüştün Hamrak. Pulni. Yetmeydi. Az emas qol. Aman bu, kun ko'ramiz. Vallahi.
Pah bu öyle. Nimliyem pez. Özün yaxşı gedin mi? Yaxşı gedin. Sen hazır açıp çörüplam özümden qopqağın fiyatı doydu. Hamesini alaylan kesip çıkay. To'xtana. Kazdalıqımız acaba qattiq gelsin. Senin portmanların rengi göster. Az olsa vallahi. Ol yetti, balık etti. Kazdın ahireti gettiniz balam. Bu gezde hatırcam uxlaydigan boldungiz juma. Yaxshi, muborak bo'lsin a. Abdul oldu kazda. Juronlar, bugun men mehmon qilaman. Voy rahmat, juronlar, maqla. Ya bir mehmon bo'lasizlar. Hadi shunday qilib to'yni qachon qilgan bo'ldingiz? Onunla masqardi. Bokulan kela. Menchi bulutga da çok hoşuldu. Menchi to'y tez boşunu başlıyor. Unda desem. So'dbek bo'lib qolmamda. Rasma, hozir uyasi uzuk beram degadi. Voy yaqay, nada undaq gap bor? Amsi bu nimeyinge? Bu mana degan gap. Aldiqda men qo'ljiga borgan vaqtimda banknomat telefon qilibdi-ku, to'y ishimni surishtirib. Endi ularni o'ylab baqsam, maqsadni tuz tushundim, lekin men his qilib oldim. To'y qilsam qarz beramiz, bo'lmasa bermaymiz deydi. Shunga men to'yga tayyorlik qilyapmiz deb qo'ydim. Lekin nima unda xiyol? Shu gapni deb bo'lgandan keyin bir xil kartdan pul kirgandek his qilib qoldim degina. Yani kelib to'y qilsak nima ish qilib bo'lmadik? Rasma? Albatta. Baribir to'y qildigan bo'lsak, baldir qilsak yaxshi emasmi? Amsi men sizga uylanib ko'rsatib chiqay. Ha? Siz qanday ekan? Men bek yaxshi. Boylarning qurilmasi bo'lsa, mayli har bir o'y seplangan majaqni bo'lsin, nimadan bek atlikchi. Bu shoxon sarab ketib bordi-ku. Qolganda. Niyatga. Agar nasıl kerakli to'liqlardan, masalan, kompyuter, kamera deganda qimmatbaho narsalar qolib qolsa olmaydi. Uning ustiga, niyatga kompyuter. Uning ustiga mantiqa chamrak chiqamidim, chiqmasa to'ytaylar bilan ishlarni. Qimmatbaho narsalar qolib qolsa olmaydi. Sizdan nas? Agar? Agar? Böyle şu taksiler ben bir taksi bola şaştıranlar vallahi. Bana. Toxonun göğsünü qurğaq qapdı dedi. Toxonun göğsünü qurğaq qapdı dedi. Oxşap tuğan. Doktor ama özep çıkay boldu. To'qqizcha qurg'oq qolib qolibdi degan sizmi? Ya. Sizmi? Men. Siz nima ish qilsiz bu yerda? Chiroyliroq gap qilsangiz qandoq? Men bir muncha yo'lni besib keldim bu yerga. Anvarlanganingizmi? Yo'q. Anvar ikkimiz ayrılib ketdik. Men eng oxirida shuni his qilib qoldim.
Men boshqalar erishmoqchi bo'lgan narsaning hammasiga erishibdiman. Lekin o'zimga eng lozim bo'lgan narsaga erishmabdiman. Yaxshi o'ylab baqsam, menga hammadan bek lozim narsa sizning qishingizniki. Şuna sizni menga o'xshash o'ylaganmidi bilib baqay deb yoningizga kelishim. Agar siz mendek o'ylagan bo'lsangiz, mening hech qanday planim yo'q. Bu mening tunji qitin plansiz ish qilishim. Şuna Arslan, to'liq ismingizni bilgan bo'lsam, texim yaxshi bo'ldi. Mening bir taklifim bor. Agar siz xohlasangiz, ikkimiz hech qanday plan tuzmay, ham hech qanday ishlarni o'ylamay, birga oxirigacha qarab baqsaq, sizning qanday bo'lar? Bu naratlıqlarını rədd qilishi usul o'xshaydi. Aytchi. Nega bir so'rashdingiz? Ismini rad qildingiz. Men sizni rad qilmadim. Men sizga eshitmadim nima? Usmon javob bermaylam chiqib ketdingiz. Ben şu bir narsamni og'ilmangan. Sizning uchun bir narsa og'il borgan vaqtmi? Mana bu narsani. Omon kel. Nima buni sizga berish o'ylashmagan bo'lsam, noyadan ketmaydim. Lekin men sizning telefoningizni rad qilaman. Mening sizlar bilan plansiz emas. Planliq yashag'im bor. Amsa siz xohlamsiz? Albatta. Mana tegishni xohlamsiz? Gapimga tiq javob berdingiz. Xohlayman. Yakshanba kuni to'y qilsa, Ahmet deb qildi, Ahmet. Hatta oxirida sayohatni oyoqlashtirsa yaxshi deyman. Hay, haftaning oxiri quduq ko'lsa yaxshi, quduq. Bular sening ko'zingga quduq ko'lagandek ko'rinyotanda. Sen o azaldan men gap qilsam ishonmaysan. Azalda sening nimda atqanligingni tushunmayman.
Sizlarcha mashina o'talarmi? Va shunda esil mashina tursa, ondan sonra yip yana. Ba'zan bir saran qizlarni onda ishtirayotgan bo'lsin garchi. Huy, men uni qasdan qilmadim, men oyog'imga po'qni chiqiraytay deb qildim. Sizmi baldur kelib kallam qo'g'lishmagan bo'lsangiz mushlar bo'lamdi. 4 kalva olmagan bo'lsangiz unchalik ishlarni qilib ketibdingiz. Og'zingizni yumang. Ma'qul. Nega boramiz? Qarmaylar, men nima bo'lding? Tasvir taqan, ha?